qiz bolani boqib tarbiya qilishlik bu o'ta mas'uliyatli, o'ta og'ir vazifa. Ayniqsa bugun butun dunyoda fisq fujur ko'paygan bir paytda, ommaviy madaniyat degan turli xil ko'rinishlari kirib kelayotgan bir paytda qizlarimizni iymonda, e'tiqodda, milliy g'ururda, taqvoda ushlab tarbiya qilishlik oson narsa emas. Ammo bugungi kunda qiz ko'rganligi uchun xafa bo'layotgan otalar hali ham borda. Hali ham ba'zi kelinlar yig'lab shikoyat qilib kelyapti. Qiz ko'rganligim uchun turmush o'rtog'im haydab yubordi, qaynonam qattiq zulm qildi deyotganlar bor. Qiz ko'rganligi uchun hatto xotinini urayotganlar bor ekan. Farzand bu Allohning ne'mati. Qiz o'g'il qilishlik hech kimning qo'lidan emas. Xohlaganiga qiz, xohlaganiga o'g'il berguvchi Alloh. Qiz bola ota-onani do'zaxdan to'suvchi pardasi. Mana bunday jannatga kirishlikka sababchisi bo'lar ekan.